10-chi qism. Eng oxirgi qism. Oshni izlash. Post. Abduri Misranim tor bekitidan Tayirjon Yusuf O'g'iz. Ovozda Abubakar Muxtar Misranim, Fatigul Avut Misrana. Saqaymadingizmi? Saqaydim. Xirichiq yerlarim saqaydi. Qarang bu yana bu yerlarimmi bor? Qiz qo'li ham dummi bosh qismidagi terisining asli rangi bo'yicha qora pigment o'sib chiqqan o'rinlarni mang ko'rsatgan, lekin bo'yin ham olqon qismidagi chekit qora pigmentlar zichlashayotgan o'rinni sharatlab, "Mana mush yerlar qoldi. Bu yerim saqaysizlar uyga qaytib ketamiz", dedi. Siz nimanchi qardab ketdingiz? Burundan mushundaq qaramadingiz yoki mushiya kelgandan keyin qardab ketdingizmi? Qizning qop-qora rangiga qarab, o'zimningmi shundoq qismatga duchor bo'lish oldi turganligimni ko'z oldimga keltirib, shundoq deb so'radim. Burun menni sizga o'xshash oq edim, aptatda kuyib qardab ketdim. Sizni biratilla menga o'xshash qardab ketisiz, aka. Doktorning deyishicha, saqaygandan keyin men burunqidek oq holtimga qayta oladi ekanman. Oq kasal emas, burunqidek chiroyli oq holtimga. Kichikkina qizning og'zidan bu so'zlarni anglab, ko'zlarimni ochiq yoshlar ichishtirib, ko'nglimni bir xil yerimchilik qoplashga boshladi. Aka, telefoningizda kino bormi? 3 yoshlik chammasidagi bir qiz kelib, tok chetish uchun qo'yib qo'ygan telefonimda esildi. "Ha, ba balam, qo'yib bersam ko'ramsiz?" "Ha, ko'rma. Qo'yib bering, aka." Boshqa bolalarmi erkinlikcha yenimga kelib, yolvurishga boshladi. Men zerikkanda ko'raman deb qochilib olgan bir qancha etot ham kinoni chiqarib qo'ygandan keyin bolalarni ratlik o'ltirg'izib, telefonning ekranini ularga qaratib, derazaga qo'yib qo'ydim. Allah, yomonligini bolaning. Sizning ishingizni qig'ilimi qo'ymabdi-da? Texi bir dam etot tugmay turiblar, bir to'p ayollar kirib, bolalarga qarab varqirab ketdi. Texi kun kirmagan tursa, nimishqa o'zini tushib oldinglar? Ularning birdan balini tutib, so'roq qilishlaridan shu balni tutgan ayolning shu balining onasi ekanligini bilish qiyin emas edi. Shu Roziya tushib ketimiz degan. Roziya qorimning yoniga kirimiz deb turgan. Balalarning hammasi bayqi 5 yoshlik yaptan qizni sharatlab, gunohini uningga döngashga boshladi. Ya Allah, Roziya qishimga bala bo'lding-ku sen. Roziyaning opasi qo'liga supurgani oldi. Qiz buni ko'ribla petirlab qochqinicha mening orqamga o'tilib, onasiga yolvurishga boshladi. Ana, endi buda undoq qilmayman. Meni urmasangiz-chi, jinim ana. Kichikkina qizning onasiga qarab, bundoq yolvurishlariga qarab, ichim og'irgandek bo'lib, uni qanot ostiga oldi. "Acha, balangiz xatoligini to'ngandan keyin bo'lmadimi? Yana nimashqa uni uraman deysiz?" Bo'ldi qiling endi. Mening qanot ostimga elishim bilan ochashmi qo'ldagi supurgini qo'yib o'ltirdi. Balla cho'rqirashqincha opalari bozordan akirgan tomoqlarni yeyish uchun o'ylig'i chiqib ketdi. Siz bilmaysiz, ukam, qandoq onaning o'z bolasini urg'isi keladi deysiz. Men bu bolani davolatish uchun atayin Oqsuvdan keldim. Buning bilan birga kelgan boshqa bolalar saqayib ketib bo'ldi. Qarang, ovi qizga. Ochash shundoq deb ishikning udilda o'ltirib, kavib yeyotgan qizni ko'rsatdi. U kelgili texi ishqaymi bo'lmadi. Uning kesilimi butun badanda bor edi. Hozir saqayib ozg'ina joyda qoldi. Yana bir oydan keyin sallamaza saqayib ketdi. Biroq mening mavi qizim ya optatda yotqali unmaydi, ya gapimni anglamaydi. Shunaq bo'lganligi uchun kelgili 6 oy bo'lsa-mu so'rilib yuriyotimiz mana. Davani so'zilgan sir pulga jiq ketadi ekan-da, oyda 3000 yuan, tomoqqa kunda 40 yuan keladi. Hisoblab beqing ukam, yelimi mushu bolni davolatamiz deb hamma iqtisoddan ayrildik emasmi? Ochashning so'zlarini anglab, uningga ichim og'rib qoldi. U menga bolasini burun nurg'un iqtisod bilan boshqa doktorxonalarda davolatganligini, qora pigment ko'chirib, teri operatsiyasi qilganda kasallik o'rnining rangi
asliga kelgan bo'lsa-mu, biroq yana boshqa o'rinlarga uzluksiz ko'payganligi. Oxir Mushtiyevning danqini anglab, Oqsuvdan bu yerga kelganligini aytib berdi. Ota-ona bo'lmoq nima degan tas? Shundoq yosh turib, mushu ayol jinda qiz uchun mushunda jafo mushaqqatlarni chekib o'tibdi. Boshqa onalarchi boshqalarga qaramoqqa uningdan farqlanib ketmaydigan turmush sharoitida ekanligi chiqib turmamdi. Bir kechini o'zimning kesli uyanda qilib, ballarga ich og'irtish bilan uyqusiz o'tkazib, atis etganda ularga agishib, o'giziga chiqib, qator-qator ayrilgan oftob sunish o'rnining biriga kelib, o'rinlashdim. Tunji kunlar terlarim oftobda kuyib qizirib, ichishga boshlab, jinimdan to'yg'udek holatga keldim. Biroq irodamni, mehrayni o'ylab, yana o'zimni besib yotdim. Tevib tush vaqtida bir qatim kelib, ballarga dori surkab qo'ygandan keyin, menga atidan boshlab dori ishiltadiganligini aytib, yeydigan dori berib, qaytib ketdi. Kechda hujraga qaytib tushgan chig'imda yig'ilib etkil tasli qoldim. Ballarni onlari oftabda yassi yelpib, ular bilan tang jafo tortishlariga qarab, o'zimni yolg'iz his qilib, ko'nglim yerim bo'ldimikin tang. Ko'nglimning bir yerlari onamni eslab, bir yerlari mehrayni o'ylab, ichib ketatdi. Qarim, ballarga tamoq chiqatdiq, sizni bilib chiqamsiz ya. Biz og'ash kiramdiq. Men pastki tushishimga tuningi ayol yenimga kirib, shundoq dedi. Sizlar og'ash kiringada. Men shundoq deb uning qo'liga pulni tutqizdim. Rahmat, sizni avar qilgan bo'ldim. Ayollar sirtqa mangan chaqda darvozaga qulub selib qo'yishdi. Buning sababini so'ragan chig'imda 14 yoshlardagi Rabiya ismli bir qiz bizni sirtqa chiqib suv ichvolmasin deb shundoq qildi deb javob berdi. Uningga agishiblar, heliqi gapdan qiz Ruqiya qaysi kuni sirtqa qaytib chiqib lampani yopibdigan, doktor ko'rib qolib chiviq bilan taza urdi, dedi. Doktor, sizlarni uramda texi? Men hayron bo'lib qizlardan so'radim. Oftabdan qaytsak, suv ichib olsak, lampani yoqsak urdi shu, siznimi urdi, shuna qilib yiqinga? Uning bu so'zni anglab, men qaqaqlab kulib ketdim. Ustoz zolim bo'lsa, o'quvchi olim bo'ladi degan. Balkim bunday qilish mushu bolalarning balduroq saqib ketish uchun bo'lsa kerak. Buni aytisi doktor bilan paranglish jarayonda texmi cho'nqur tushunib yetdim. U menga dori surkayotgan vaqtida doktorxonada pul elishni o'ylaydi. Saqayamdi, saqaymamdi, kari yo'q. Men bir kun bo'lsa-mu baldur saqayskan deyman. Shuni pek qattiq tutaman. Oldidimi bir qancha bola kelgan sistematlik. Bir qancha kun yetiblarchi deyamay ketib qilishdi. Shahardagi doktorlar zamonaviy usulda davolaymiz. Oftabda yotsa ter rak bo'ldi yey deb bemorni qaymoqtirib, ularning pulni qaqti so'qti qilishdi. Biroq rangi vaqtliq o'zgargan bilan ular davolagan bemorlar nihoyat tezla aksi holatiga qaytadi. 1-2 oy oftabga qaqlanganga teri raki bo'lib qoldigan ish nedim ba? Uning ustiga biz kasallik o'rinlari ro'shanlashgandan keyin boshqa yerlarni yoshirib, shu o'rinni oftabga solamiz. Bu kasallik qon sovishdan, badanni sovuq yoki issiq yel qoplab ketishdan, teri qaviti sulishishdan kelib chiqadi. Oftabga qaqlashlar bu kasallikni yiltizdan davolashning birdan-bir usuli. Yana mening yasgan do'ramningmi o'zgacha unim bor. Ba'zi xalqlar bu kasallik bedava, gunohkor odamlarga Alloh beradi deb bemorlarning saqlash ishonchini yo'qotishga urinyotadi. Amaliyotda undaq emas. Bu kasallik hech qanday ahvol ostida yuqmaydi. Shu odamning o'zidanmi yuqmaydi. Faqat parizsiz yurganlikdan kasallik eg'irlashib tarqaldi. Tarqalganligi hargizmi yo'qqanligi emas. Balki kasallikning texmi eg'irlashganligi xolos. Gunohkor deyishga to'g'ri kelsa, bu narsalarda nima gunoh? Ularning ota-onalarida nima gunoh? Men guvoh bo'la olmaymanki, ularning ota-onalari
yerdan rizqini tilab, tinish tirikchilik qildigan yavaş mo'minlar, dedi. Doktorning so'zlari meni cho'nqur o'yga soldi. Demisimi mush kasalga giribdor bo'lganlardan, doktor deb atalganlar tarafidan qo'yilmay qolganlardan qanchisi bor? Yasalish tanarxi shundoq arzon turib, qimmat bahoda yasalgan dorilarni zaharning bahosi setilib yemaydiganlardan qanchisi bor? Boshqalar tarafidan kamsitilmay, chetga qiqilmay, muhabbatga, tasalliga erishganlardan yana nechisi bor? Agar jamiyat ularni chetga qoqmagan bo'lsa, ular shu kasaldan qutulishga aldirab, bunchalar ko'p deshvorchiliklarga uchrab ketamidi. 2-3 kun oftobga qoqilinibla, terilarim qizirib, suluq ishliqlar paydo bo'lib, etilib yoshiringan kasallik o'rinlarimni ro'shan namoyon bo'ldi. Doktorma endi kasallik bor o'rinlarni oftobga qoqlab, boshqa o'rinlarni yoshirishimni aytdi. Bir haftadan keyin terilarim qasroq tashlashga boshladi. Shuningcha kiyim kiyish, yetish jarayonida oftobga qoqlanganning azobini yetkichi tortdim. Kelib bir haftalardan oshgan chog'da menmi oftobga ko'nib qoldim. Terilarimni qardab, kasallik o'rinlari ro'shan kichikilab, tariyib, qora xollar paydo bo'lishga boshladi. Keslimdagi bu yaxshilanishlardan xushal holda oftobga qoqilinayotgan bir kunimning chinqi tush mezgilida heliqi 5 yoshlik gapdan qiz asrab mo'mi degancha mening oftobga qoqilinish o'rnimning yeniga kelib, "Qarim" deb varqirashga boshladi. Nim bo'ldingiz Vitildoq? Vitildoq mening uningga qo'yib olgan laqabim edi. Qarim bo'lsa, bu yerdagi kishilarning yosh o'g'illarni o'rtaq ataydigan taxallus edi. Sizni achingiz istab ketdi. O duduqlashga boshladi. Yo'q, mening acham. Yo'q, mening acham yo'q. Bir achash istab ketdi. Ayzba. Cho'qim shu kelgan gap. O'zimga so'zlagash, kiyimlarimni kiyib, o'g'ziga yo'lab qo'yilgan shotiga yonishib, pastga tushdim. Meni mush turqim bilan nomusda o'lsum deb keldingmi singlim? Texi bosog'idan putimni olmay turibla shundoq dedim. Endi bosog'idan atlab bo'lgandan keyin dong qetib turib qoldim. Mehray? Ha, men keldim Anvar. Mehray men qarab kulimsirab turadi. Ko'zlarim uningga qarashga jur'atsizlik yerga tikildi. Üstü beşimdeki meynetçilik, yanlarımdan sangılap qalğan teriler, tebibning maslahati boyunca pokiz tushirilib, oftobga silish jarayonida teris so'yilib, tazg'a o'xshab qolgan boshlarim bularga qarashga texim jur'atsizman. Shu jur'atsizliklar bilan birpas jimjit turib o'tgandan keyin ixtiyorsiz sirtqa qarab tashlangan qadamlarimga ergishib yugurib ketdim. Anvar, to'xtang Anvar. Mehray varqirg'incha keynimdan qo'g'ladi. Shundoq to'xtag'im, Mehrayga to'ymay qaravog'im, quchqida yetib, qong'ichi yig'lavog'im kelayotgan bo'lsa-mu, ichimdan urg'ib chiqayotgan nomusning kuchiga ergishib, ko'zlarimdan ixtiyorsiz to'kilayotgan yoshlarimga qo'shilib, tushayotgan harg'illiq tarlarni sezmasdan yuguraverdim. Mehraymi menga to'xtamasdan ergishib yugurdi. Odamsiz yo'llar bilan yugurib, yong'oqlikning yeniga terigan bir qo'noqlik etizning yeniga kelganda, holsizlanib, qadamlarimni to'xtatib, o'zimni yerga otdim. Anvar. To'xtang Anvar. Uning ovozidan qattiq holsizlanganlik chiqib turadi. Men zo'n surmay, beshimni to'pig'i surib yetib oldim. Texichi mendan ranjiyotamsiz? Dedi Mehray birpas maydisini tutib. Devatgandan keyin unutib qoldingizmi? Qo'rsqimda sizning bolangiz bor. Meni bundoq yugurtsangiz, bolangizga biror ish bo'lib qolishdan qo'rqmamsiz? Abla,
Mikrayning bu so'zini anglab, hammani unutgandek qattiq jiddiylashib, burilibla uning qo'rsiqiga qaradim. Sizga biror ish bo'lmaganda? Yo'q, sarang, hech bo'lmadi. Mikray erkilguncha qo'ynimga beshini qo'ydi. Avaylab yugurdim emasmi? Sizdek jinimning barcha yugurmadim men sarangdek. Ha, men shu sarang. Mikrayning so'zi bilan qechishimning sababini esimga elib, keynimga burildim. Tegiqchi mendan ranjivatamsiz Anvar. Mikray beqinimga qo'lni soldi. Sizni xato tushunib qoptiman Anvar. Men Aliyadan kelgan yana bir parcha xatni topshirib oldim Anvar. Xatni ko'rgandan keyin bildim, haqiqatan go'daklik qilibman. Biroq buning hammasini mendan ko'rsangiz bo'lmaydi. Ham to'g'ri bo'lmaydi. Sizmi burun menga o'xshash kunlarni boshdan kechirgan. Uning ustiga menga o'xshash aldirang'uliq bilan mendan o'ch olmoqchi bo'lgan edingiz-ku. Og'irnish to'g'ri kelsa, har ikkimizdan og'rinsoq to'g'ri bo'ladi. Mas'uliyatni o'rtaq ustimizga elishimiz kerak. Boshda sizga hamma ahvolni ochiq demay, gumoningizni qo'zg'agan gunoh menda bor. Biroq hech tushunamadim. Siz nimishqa Aliyani men bilan ko'rishib, haqiqatni oydinlashtirishdan to'sisiz? Mushu menga ham bolangizga kuyinganligingizmi? Bizni tashlab ketsangiz, hamma dardni o'zingiz yolg'iz tassangiz, ajiba bizni o'ylagan, bizga kuyingandek his qila olamsiz? Siz xatolashibsiz Anvar. Bunda qilsangiz menimi o'zingizni tug'ilish oldi turgan bolangizni qiynagan bo'lasiz xolos. Mikray bo'ldi so'zlamang. Mikrayning so'zlarini anglab, o'zimni tutulishga amalsiz qoldim-da, uningga burildim. Qarang bu yerga, yana bu yerga uningga oq kasal markazlashgan joylarim bilan to'kilayotgan terilarimni ko'rsatdim. Mana men hozir mushundaq odam. Balkim sizga hozir tuyulmasligi mumkin. Biroq barbara mendan zerikisiz. Mendan nomus qilsiz. Men bundaq kunlarga bardoshlik bera olmayman Mikray. Sening balamning mendan nomus qilgandan ko'ra o'lginim afzal mening. Sen kel. Endi meni izdima. Xotirjam bo'l. Men balamga bo'lgan mas'uliyatimdan qochmayman. Mayli keyin boshqa turmush qurgan yoki qurmagan, men har oyda turmush xarajatini berib turaman. Anvar, siz nimalarni da'vatsiz? Og'zingizdan chiqqanni yuragingiz tuyuvatamdi sizning. Mikray o'rnidan turib olib, ovozini qo'yitib so'zlashga boshladi. Uning turqidan qattiq achchiq kelganligi chiqibli turadi. Bilamsiz, sizning mushundaq bema'niligingizdan bizning kelgan yerimiz mushi bo'layotidi. Bir qitim bo'lsa-mu meni tushunib qo'ysangiz bo'lmamdi. Siz meni texichi shundaq razil, shaxsiyatcha ayol deb his qilamsiz? Agar siz mening siz uchun kuyayotgan qalbimni bir qitim bo'lsa-mu tushunib qo'ygan bo'lsangiz, hargizmi mendek yilqidek gumonlarni qilib yurmay, menga ishongan bo'lardingiz. Hozirqidek tetiqsiz gaplarni qilib yurmagan bo'lardingiz. Mikray joyida o'ltiribla ho'ngrab yig'lashga boshladi. Bir inson, yana bir insonni haqiqiy yaxshi ko'rdi ekan, uningga ishonadi, uningga kuyinadi, uningga yo'lak bo'ladi. Uning chiroyini, chiroyliq yoki kelishgan badanni emas, balki qalbini so'ydi. Uning kulgisidan emas, azobidan, qayg'usidan, jafo mushaqqatidan o'zining baxtini izlaydi. Siz qayg'urgan chaqda yerinizda turib tasalli beraliginim, ko'zingizdan oqqan yoshlarni qo'llarim bilan surtib qo'yaliginim, arzu armonlaringizni amalga oshirish yo'lida siz bilan birga bo'laliginim, og'irib yotqiningizda bo'lsa, holingizdan xabar elib, ko'nglingizni ko'tarib sizga umid bag'ishlayanliginim, yiqilgan yeringizdan dast tura olishingizga madad beraliginim, mana bularning hammasi mening baxtim, xushalligim. O'ylab yiqing Anvar. Siz qachon menga mushu fursatlarni berib baqdingiz? Hammani, har qanday ishingizni menga bildirmaslikka tirishdingiz. Ko'zingizdan oqqan yoshlaringizni mendan yoshirdingiz. Balkim siz o'zingizni menga kuchli ko'rsatish uchun shunday qilgansiz. Biroq dal mana shunday qilganligingiz sababli bizning oramizda nurg'un o'qishmasliklar kelib chiqdi emasmi? O'ylab yiqing. Siz burun menga onangizni seg'ingan hislaringizni men bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz, har kuni uni seg'inib, to'kkan yoshlaringizni menga ko'rsatgan bo'lsangiz, balki mening sizdan iliq sirlarni yushirmoqimmi osonga tushmasligi mumkin bo'lg'iydi. Sizga bo'lgan muhabbatimning oldida onangizga bergan va'damni unutib qolishim menga intayin ro'shan edi. Keyin qanday bo'ldi? Qanday qildingiz?
Bo'ldi. Men bu yerga siz bilan tegishkilik kelmadim. Sizning holingizdan xabar olg'ili, sizning saqayishingizga madad tegili keldim. Hozir garchi biz er-xotin bo'lmasaqmi, men yana sizni so'ydigan ayol. Menga ayollik burchimni ado qilish fursatini bermisingizmi, muhabbat oldidagi qarzimni ado qilg'ili qo'ying. Mehray, endi rostli chidg'ichilikim qolmay, Mehrayning bag'riga o'zimni otdim. Meni kechiring, rostli meni kechiring. Ikkimiz bir-birimizni bag'rimizga ching besishdik. Uzundan buyon purab boqmagan, ammo to'limi seg'ingan xushbiroq hid dimoqqa urilish bilan tangli hushimni yo'qotdim. Mehray ikkimiz etiz qirida o'ltirib, xeyli uzun mungdashdik. U menga necha kun avval Aliyadan kelgan bir xatni topshirib olganligini. Aliyaning xatida Mehraydan kechirim so'rab, oramizda yuz bergan ishlarning hammasini yipidan yangnisigacha yezib o'zining bizga yuz kelanmaydiganligini, bizning murodimizga yetishimizni to'limi orzu qildiganligini, agar biz qaytadan jam bo'la olmasak, o'zini bir umr kechirolmaydiganligini, hozir burun qilgan ishlarga to'lim pushaymon qilayotganligini aynan yezib qoldirganligini, Mehrayning xatni ko'ribla meni izlab kelganligini, lekin men topolmaganlik uchun Oyzibo bilan aloqalashib, intayin taslikda ahvoldan xabardor bo'libla bu yerga kelganligini aytib berdi. Aliya hiliq xatni yozmagan bo'lsa, meni kechirmamdingiz. Mehrayning so'zlarini anglab qiyosimdan yolg'on chiqishidan ansirab so'radim. Yo'q, ishonsangiz men sizni burilib kechirib o'tgan. Aliyaning bolasini oldirib etib, ishkirga ketganligini anglabla, haqiqiy ahvolni tushunib yetib, sizdan ajrashganimga pushaymon qilgan. Biroq sizning meni izlab kelishingizni saqlamoqchi edim. Biroq siz kelmadingiz. Sizning nemishqa meni izlab kelmaganligingizni bilmay, ushtim tutturgan cheg'imda hiliq xatni topshirib elib, meni izlamasligingizning sababini bilgandek bo'lib, ondan bu yerga keldim. Dedi Mehray menga javoban. Acaba men izlamagan bo'lsam, siz meni mangu izlamamdingiz? Men qoqoqlab kulib ketdim. Ondan Mehrayga qarab, balkim shundoq bo'lishi mumkin edi. Biroq boy men chaqirg'il chiqqan qizchoqning aytishicha, bizning keslimiz saqayganda burunqidek chiroyli holatimizga qayta olaydi ekanmiz. Agar uning aytganlari rost bo'lib, burunqidek chiroyli holatimga qayta olsam, sizni cho'qim izlab boratdim. Biroq u chaqda siz boshqa birisini tepib olmagan bo'lsingizlar. Ahmaq, men o'zimga qasam qilgan, endi erga tegmayman deb. Mehray peshonamga noqib yerga qarab oldi. Undaqda endi biz to'y qila olmoqdekmiz-ku. Sarang, siz buning sirtida men sizga burun bir qitim tegib bo'lgan tursam. Mehrayni ko'ribla hamma g'amlarim allaqayoqlargadir g'oyib bo'lgandek, ko'nglim vallada yo'rib ketdi. Ikkimiz kun kiraga yaqin qaytib keldik-yo, uyga kirgizalmay talada qolg'ini tasli qoldik. Keting ukam, keting. Men sizga degan-ku, 5 kun chidamaysiz deb. Sizning saqayg'ingiz yo'qkan. Uyga kirolmay, tevibni izdigan chig'imizda u bizga qarab, so'g'uqla talaffuzda shundoq dedi. Nemish qilib bundoq deysiz? Mening saqayg'im bor. Kim bil saqayg'isi yo'q deydi. Tevibning so'zini tushunmagandek, uyga kirib ketishga tamshilayotgan tevibga qaytadan esildi. Saqayg'ingiz bo'lsa, bu kim o endi? Men sizga degan-ku, ayolingizni akalsangiz bo'lmaydi deb. Tevib shundoq deb yenimda tangirqab turgan Mehrayni ko'rsatib qo'yib, jang'ada qilib, ishni yepib kirib ketdi. Bu qanday ish? Mehray nemish bo'lganligini anqira olmagandek, menga savol aralash qarab shundoq dedi. Men kirib boqay. Siz mush yerda turib turing. Men Mehrayga tevibning men kelishdan avval aytgan so'zlarini birma-bir aytib bergandan keyin Mehray shundoq deb qo'yib, tevibning uyiga kirib ketdi. U kuni Mehrayning tevibga nimalar deganligini bilmadim. Biroq tevib meni boshlab hujraga akirib qo'ygandan keyin yenimga yana 2 karvat qo'yib, men bilan birga davolanayotgan 2 kichik o'g'il bolani akirib qo'yib chiqib
ketdi. Şunun bilan men yana bir qitim davolanish fursatiga erishdim. Xotima. Aradan 5 yil o'tib ketdi. Men davolanib to'liq saqaydim. Ham farz tutish orqali heliqi kasallikning qaytalanishidan saqlandim. Hozir ancha-muncha meva-cheva yeb qo'yaman. Lekin bak ko'p iste'mol qilishdan, qatiq tavuz ham tuxum beliq yeyishdan qo'rqaman. Balkim siz mehra ishkimizning bu 5 yillik hayotimizga bakrak qisqayotgansiz. Deb kelsam ish bakchiq. Şoňa eng ma'nilikrakin deb beray. Mehra ishkimiz men saqib qaytgandan keyin yarışıp qaytadan to'y qilib oldik. Tunji balamiz tug'ilib, yana 1 yildan keyin yana bir balaliq bo'ldik. Hozir bir qiz, bir o'g'limiz bor. Baxtli bir oila mehra ishkimizni beshimizga kiyildi. Albatta, jafosim yo'q emas. Arqa-arqadan farzandlik bo'lganligimiz uchun ballarni beqishda xali obdalla jafo tatib qo'ydik. Lekin xuddi Mehrayning aytgandek, yaxshi ko'rgan odamlarimiz bilan o'tkazgan har bir kunimiz jafoli qo'simi biz uchun har vaqt baxtning cheksizligini his qildirib qo'ydi. Yana ba'zilaringlar Oliyaning kelgusiga qiziqayotgansizlar. Oliya ishkirga kirib ketib, 1 yildak cho'gilab yurib, enisini topolmadi. Lekin kavobchi yigitdan biri bilan tepishib, to'yini qilib olib qaytib keldi. U qaytib kelib 1 yildan keyin enisin bir qitimliq harakatda qaytirib kelinib, ochi eni ikkisi qaytadan jam bo'lishdi. Endi singlim Ayzibaga kelsak, men uningdan cheksiz minnatdorman. Turmush xil xotirjam. Mang dunyoda qarindoshlikning qanchalik kuchli roli borligini, qarindoshlik mehrining inson uchun qanchalik bebaho ekanligini davomli his qildirib turdi. Mening hikoyam g'uva ham ichinishlik boshlangan bilan oxiri yaxshi oyoqlashdi. Lekin shuningdan keyin oshna degan so'zni anglasamla qo'rqib tallarim titrab ketadigan bo'lib qoldim. Nemisin demaysiz? Bir kuni shunda tor axtar o'tib, Misraning munbiridan oshni izlash deydigan bir postga ko'zim tushib qoldi. Shunda o'qib boqay deb o'qib, xuddi bir meni o'g'irliqchi kuzatgandek, bu postning mening hikoyamni boshdan oxiri yozib chiqqanligiga hayron bo'lib, ham qiziqib o'qib yurib, bir necha kunda o'qib, xotima degan yerga kelgan vaqtimda Mehray shunda qaramasmi? Oshni izlash, u oshniga to'ymaydigan sarang. Ishqi bolangiz bo'lgan chaqda yana yolg'ondan oshni tay deganmi? Nomus qilmay o'qiyotgan bir nimasni buning. Mehraygo meni tillab postga aytibdi. Lekin men bu qitimmi bir nimalarni qilib yurib, bu bosug'idimmi o'ngishliq o'tib oldim. Ammo shuningdan keyin o'zimga oshna degan bu so'zni unutib ket Anvar deb pichirlaydiganlik bo'lib qoldim. Do'stlarimizga deydiganimiz, ayollaringlarga ega bo'linglar. Ham ishinglar, ham kuyinglar. Sirt qash ko'zni o'yintib turgan maymunalarni ko'rib, uyinglarda sizlarni saqlab o'ltirgan mehribonlarni yodinglardan chiqarib qo'ymanglar. Erlaringlarmi, ayollaringlarga kuyinglar, sodiq bo'linglar. Ayollaringlarmi, erlaringlarga yezi bo'lib, kunda urush jidal bilan kutib olmay, illiq tabassum bilan, pak muhabbatinglar bilan oilanglarni qo'g'danglar. Men deydiganlarimni mush yerda to'xtatib turay. Radioda men amroq bir naqshini qo'yitibdi. Tanışımsan bo'lmas. Sizlarmi tanışab qo'yinglar. Bunda naqshlarni ziyon qilmas. O'zga baqqan ko'z salma, o'zbeg'ingni guzar. Nima tashvish olamda tursin yonda o'z yoni. Oshnam sana osh bermas, qazimida vabani. Ağrıp kalsan pervane, etrafında öz yari. Şinjan Mısra'nın Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi ağızlı elip tayarladı.